Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Sizlarga bitta zo'r tema. Bitta quyosh panelchi tashkilot bor. Quyosh panellari bilan shug'ullanadi. O'zlari olib kiradi. Jasolar ofitsialniy dilleri. O'zbekiston bo'yicha предохранитель, avtomat, uziplar, hamma narsa bor. Mana. Eng qizig'i mana svet yo'q. O'tiribdi. Ana chistotniklar ham bor, hamma narsa bor, lekin svet yo'q. Hammaga quyosh panel qo'yinglar deydi. Mana o'zi bugun svet o'chib qolgan ekan. Svetsiz o'tiribdi. Qolgan do'konlarga kirmaysizmi? Nima deysizlar shunga? Tagida o'sha do'konni rahbarlarini atmetga qilib qo'yamiz. Kommentariy kutib qolamiz. Mana zo'r akkumulyatorlar, invertorlar hammasidan bor ekan. O'zi uchun qo'yishmagan ekan. Nima ekan? Davlat foydasini uylaymiz. Mana. Men bitta mana. Sun Life atmetga qilib qo'yamiz Sun Life. Shu tashkilot bilan shartnoma asosida mahsulot olib turgan tashkilotlarga vizib deymiz, nima deymiz. Hatto nomerlari ham bor ekan.